Yangisini aytib beraman, kechagi bo'lganini. Filarmoniyadan kelyapmiz, probka bo'lib ketyapmiz endi. Bilasizlar filarmoniya yo'lini. Bitta Matiz qisilib yurib, chekadan changitib kelyapti. Hech kimdan Allohdan uyalmayapti. Qisib kelyapti. Men sal chiqibroq oldim, Mati. To'sib qo'ydim. O'tib turib, shunday yonboshga chiqib turib, menga do'qimoqchi bo'ldimi deb qaradi, tanib qoldi, domla ekanman. Assalomu alaykum dedi. Bo'ldi, aytib hech kimdan abg'on qilmadi. Mendan uyaldi. Men qo'limda hech narsa yo'q bo'lmasa. O'ziga o'xshagan go'shtdan, suyakdan iborat odamdan uyaldi, ungacha Allohdan uyalmayapti. Endi shoshilayotgan bo'lishi mumkin, domla o'tkazib olmadingizmi desangiz, keyin shaytevani bu yoqqa o'tgandan keyin indamay orqamda ketdi. Agar shoshilish bo'lsa o'tib ketsa bo'ladi, ikkita polasa edi bu yerda yangi asfalt. Har bittamiz ustimizda bor shu narsa. Hurmatli, obro'li odamni ko'rgan paytda xijolat o'tib ketamiz, yana ro'n yuramiz. Allohdan hayo qilishliging to'g'ri emasmidi undan burun? Tanish manzarami? Allohdan uyalishlikka haqli emasmidi shu ukamiz? Bu hayotga bog'layapmiz, e'tibor beryapsizlarmi? Agar siz muvahhid bo'lib, Allohni yakkalab, Allohdan hayo qilsangiz, gunoh qilmay qo'yasiz. Gunoh qilmay qo'ydingizmi, ishlaringiz tekis bo'ladi, hammasi. Iqtisodingiz ham zo'r bo'ladi, siyosatingiz ham zo'r bo'ladi, oiladagi munosabatlaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Hamma muammolarimizning ildizi Allohdan hayo qilmaganligimiz. Tekshirib ko'ringlar. O'sha bolamiz betarbiya bo'lib anqatyaptimi? To'yg'izdimi? Demak, qayerdadir biz o'zimiz xato ketganmiz. Yo ota-onamizni biz ham anqatganmiz. Yo unga olib kelib berayotgan luqmamizda gumon shubha bo'lgan. Ishonaveringlar, besabab mashina to'xtab qolmaydi-da, chap o'chib qolmaydi mashina. Demak, ichida bir muammo bor. O'shuning uchun bolalar bilan urushavermanglar. Qanday bola kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchini bolasiga o'xshamaysan demanglar. Yana qaytarib aytamiz, hayotimizda qanaqa muammo bo'lsa, biz Allohdan hayo qilmaganimiz uchun, gunohdan o'zimizni tiymaganimiz uchun bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi mavzuni? Allohdan uyaling.